Xo'sh, qadrli o'quvchilar, bilamizki, noyabr imtihonlari ham anchagina o'sha tezlashib, demak, yaqinga kelib qolyapti. Shunday ekan, noyabr ekzamenlari uchun iloji boricha to'liq tahlil qilib, maksimalniy demak tayyorgarlik qilishimiz uchun albatta bizga daily plan kerak. Daily plan bo'ladigan bo'lsa, tayyorgarlik qilishingizga nihoyatda ancha yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ham buni ko'pincha o'sha o'quvchilarimizga beradigan, qilishga maslahat beradigan strategiya mana shu daily planlarni yaxshi qilib tuzib olish kerak. Chunki tartib bilan hammasini o'zingiz faqatgina demak yaxshi bo'lgan 4 ta 5 ta skillni emasda, hammasini bir olib, bir nimada olib ketib, hammasi bilan ustida shug'ullanib boradigan bo'lsangiz, bizda demak shunda bu foydali bo'ladigan strategiyalardan biri bo'lar ekan. Shuning uchun ham daily plan bugun darsimiz mavzusi bo'ladi. E'tibor bering, demak ketdik. O'zi noyabr imtihoniga bilamizki, sanoqli kunlar qoldi va bizda 4 ta skill bor va grammatikalarni ham albatta qo'shishimiz kerak. Shuning uchun kelinglar, bugun sizlarga bir kunlik, demak, daily plan tuzib beraman. Xo'p, demak, daily planda qaysi biri ko'proq bizga kerak, demak, qaysi skilllarni ko'rib ketishimiz kerak va skilllar orasida qaysi vaqtda, necha daqiqa, necha soat va qaysi soatda qilgan ko'proq foydaliroq. Shular haqida demak gaplashib o'tamiz, okay? Tayyor bo'lsanglar, demak ketdik. Ketdik. Demak, birinchi bo'lib siz demak noyabrga tayyorgarlik qilyapsiz. Ertaroq turishni odatga aylantirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki ertaroq turganingizda miya funksiyalari 100% ishlayotgan bo'ladi va yodlanadigan narsa bo'ladimi yoki qanaqadir yoziladigan narsa bo'ladimi, qiyinroq narsa bo'ladimi, miya o'sha svejий bo'lgan vaqtida ideyalar endi kelayotgan vaqt bo'ladi. Shuning uchun demak har kuni soat 5 da turishni tavsiya qilaman. Chunki to'g'ri boshida qiyin bo'lishi mumkin, lekin agarda siz 5 am da ertalab demak 5 da turishni qachonki odatga aylantirsangiz, bilingki siz demak to'g'ri yo'ldasiz. Chunki soat 5 dan boshlab soat 9 gacha bo'lgan davrda demak 5 dan 9 gacha bo'lgan davrda bizda har doim miyamiz 100% ishlaydi. Miya nima bo'lsa ham 100% qabul qiladi. Shuning uchun ham 5 dan boshlab tahlillarni umuman boshlashingizni tavsiya qilaman. Demak 5 dan boshlasangiz, o'rningizdan turib, demak yuz qo'l yuvib, ovqatlangunizcha yoki ovqatlanishdan oldindan dars qilishni boshlasa bo'ladi. Agarda och qoringa ovqat qiladigan bo'lsangiz, miyangizga yanada yaxshiroq kiradi. Shuning uchun ham demak 5 da turamiz va 5 dan boshlab toki yuz qo'lingizni yuvib, ovqatlanguningizga qadar men o'zim qiladigan texnikam bilan sizlarga tushuntiraman. Podkast qo'yib qo'yardim. Podkastni men bunda passive listening qilib eshitardim. Demak, podkast qo'yib qo'yaman. Podkastni taxminan o'sha yuzingizni yuvib, dasturxonga o'tirguningizga qadar, o'zingizga demak o'tirguningizga qadar bo'lgan davrda podkastni passive listening qilib eshitib borasiz. Orqasida o'sha nima fikrlar beryapti, nima ma'lumotlar beryapti, o'zingiz qiziqqan, aynan qanaqadir bir zerikarli mavzu bo'lishi shart emas. O'zingiz qiziqqan mavzu bo'yicha podkastchani qo'yib qo'yasizda, ishingizni qilib dasturxonga yozasiz. O'tirganingizdan keyin, ovqatlangandan keyin miyani bir joyga qo'yib, keyin xuddi o'sha listeningni, xuddi o'sha podkastni yana qaytadan qo'yasizda. Demak, o'sha playlistga shunaqa qilib qo'yib qo'yish kerakki, qayta o'zi takrorlanaveradigan qilib qo'yib qo'yish kerak. Shunaqa qilib qo'yaverasizda, demak eshitasiz, tinglaysiz, demak har bittasi nima, qachon, qayerda ma'nolarini juda yaxshi tushunib olasizda. Demak, birinchi bo'lib passive listening qilib eshitasiz, keyin xuddi o'sha podkastni active listening qilib eshitasiz. Buni evaziga podkastning ichidagi bir necha yangi so'zlar siz yodingizda zo'r qolib ketadi. Ikkinchidan, podkastda oldinga surilgan g'oyalar, podkastdagi yaxshi ideyalar siz yodingizda qoladi va bu narsa ertaga sizga writing va speakingda ideya berish uchun juda yaxshi foyda beradi. Masalan, men podkast eshitganimni eng foydasi bu speakingimga bo'lgan. Speakingga ideya kelmay qolgan vaqti, o'sha bo'yicha, o'sha mavzuga yaqin podkast eshitgan paytimda qaysidir ideyasi doim miyamga kelib qolardi. Shuning uchun ham podkast menga mana shu tarafdan juda ham katta imkoniyat va foydalarni taqdim etgan. To'g'ri, noyabr oyida imtihon demak tayyorgarlik qilish uchun o'zi sizda
Podkastdan imtihon olinmaydi, lekin podkastni ko'pchilik vaqtni bekorga sarflash deb qaraydi. Lekin unaqa emas. Podkast sizga ishoningki, mana shu practice testlarni yechganingizdan ham ko'proq sizga bemalol u qiymat bera oladi. Agarda siz xuddi shunaqa demak podkastlarni yaxshilab tinglasangiz, ular sizga katta ehtimol bilan oddiygina practice test yechganingizdan ko'ra 100 barobar ko'proq qiymat bera oladi. Chunki biz practice testni faqatgina test uchun, o'sha testda qoldirib ketilgan joyini belgilash uchun yechamiz. Lekin podkast eshitgan vaqtimizda har bitta detalini o'zimizga kerakli holatda tushunib, demak oxirida xulosalar chiqarib boramiz. Bu narsa bizada demak juda katta ahamiyatga ega bo'lgan qism hisoblanadi. Shuning uchun barchangizga, ayniqsa noyabrga tayyorgarlik qilayotgan bo'lsangiz, ertalab tongingizni podkast eshitishni boshlashingiz bilan aytishim mumkin. 99 ta podkast eshitish kerak emas. Bir dona podkastni qayta eshittirishingiz kerakki, toki shadowing qilib orqasida demak gapiravermagunizcha, mana shadowing qilib orqasidan gapiradigan bo'lsangiz, pronunciationingizga ham yordam beradi. Yaxshi fikrlar bilan birgalikda o'sha ideyalarni qaytaradigan bo'lsangiz ham, bu bizda ikkinchi tomondan ham yaxshigina bizga foyda jihatlarini taqdim etar ekan. Tushunarli? Shuning uchun ham demak bunga albatta mana shu yerda e'tibor bilan qarab, yaxshilab demak rivojlantirib boradigan bo'lsak, demak bunga yaxshigina natijalar erishsa bo'ladi. Podkast eshitish bizning listeningdagi comprehensionimizni oshiradi, speakingimizga ideya beradi, yangi so'zlarni yodlaymiz, pronunciationimiz yaxshilanadi. Ko'ryapsan qanchalik zo'r foydasi bor. Ingliz tilida hamma narsa bir bilan bog'liqda. Ya'ni siz bittasini yaxshilab qiladigan bo'lsangiz, ikkinchisidan ham o'zidan o'zi nimadirlar o'zi oshib ketaveradi. Shuning uchun ham buni sizga 100% demak tavsiya qilaman. Diqqat bilan maksimal tayyorgarlik qilishni boshlang. Demak podkast va ertalab soat 5 da turish bu narsa tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Davom etamiz. Xo'p, demak 5 da turdingiz. Podkastlarni eshitib, demak ovqatlanguningizga qadar taxminan 30 daqiqa o'tadi. To'g'rimi? Demak 5:00 da turganingizdan toki demak podkastlarni eshitib ovqatlangunga qadar bizda o'rtacha qilib hisoblaganda 5:00 da turganingizda demak podkastni qanaqa qilish uchun turdim. Keyingi qiladigan ishimiz demak 5:30 dan boshlanadi. Demak 5:30 dan boshlab endi sizga men tavsiya qilaman so'z yodlashni yoki so'z yodlashni oxirrog'ida qilsa ham bo'ladi. Demak nima uchun oxiridaligini hozir tushuntiraman. Demak 5:30 am bo'ladi, ya'ni ertalabki 5:30 va 5:30 da turganingizda keyingi qiladigan ishingiz nima bo'lishi kerak? Podkastdan keyin demak birdaniga bittagina listeningdan mo'kcha ishlab olish kerak. Listeningdan bitta mock ishlab olsa bo'ladi. Yoki listening mockni ko'proq boshqa vaqtim hozir buni aytaman. 5:30 da sizlarga eng katta beradigan maslahatim readingda part 1, part 2, part 3 ni ko'pchilik uncha qiynalmaydi. Demak, sizlarga eng beradigan maslahatim readingda har doim o'zingiz qiladigan, siz uchun eng qiyin bo'lgan bitta partni yechib oling. Demak, readingdan bitta part kechamiz. The most difficult for you. Ya'ni siz uchun juda eng qiyin bo'lgan, har doim ko'p xato qiladigan demak partingizni yechasiz. Bu sizga zo'r yordam beradi. Demak 5:30 bo'ldi. Reading bitta part olamiz. Most difficult part. Masalan, kimdir part 3 da ko'proq qiynaladi, kimdir part 4 da ko'proq qiynaladi, kimdir esa part 5 larda ko'proq qiynaladi. Qaysi partda ko'proq qiynaladigan bo'lsangiz, o'sha eng qiynalgan partingizni diqqat bilan yechishingizni tavsiya qilaman. Demak, yechishingiz uchun o'rtacha o'zingizga, masalan, deylik, qaysi part bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizga bitta demak vaqt belgilab olishingiz kerak. Masalan, uzog'i bilan men demak yechadigan bo'lsam, 20 daqiqa davomida demak o'zimni o'sha reading partimni yechaman. Demak, qog'ozlarni to'g'rilab yechguningizga qadar deyarli, ya'ni yarim soat o'tib ketadi. Va soat qarabsizki 6. Demak 6 dan keyin siz mana shu yechgan demak readingingizni tahlilni qilishingiz kerak. Xo'p, AM deb yozmasam o'zi tushunsangiz kerak. Tak, hamma yozilgan endi. Demak 6 bo'lgandan keyin qiladigan ishimiz nima bo'lishi kerak? 6 bo'lgandan keyin demak tezlik bilan siz mana bu yerda yechgan partingizni demak diqqat bilan yaxshilab qarab analiz qilishingiz kerak. Chunki asosiy bizani foyda oladigan joyimiz aynan mana shu analizda bo'ladi. Chunki ko'pchiligimiz to'g'ridan-to'g'ri shunchaki yechib ketaveramiz, lekin analiz qilmaymiz. To'xta, mana bu yerda mana bunaqa xato qilibman, nimaga bunaqa xato bo'ldi, balki to'g'rilashim kerak bo'lgan joylari bordir deydigan tomonlar bilan qaralmaydi.
Tushunyapsan? Ya'ni biz e'tiborsiz qoldiramiz bu narsani. Nimaga xato qilganligimizni, nima uchun noto'g'ri qilganligimizni umuman bilmaymiz. Shuni hisobiga tushib ketishi ehtimoli bizada juda katta bo'lishi ehtimoli katta o'zi. Shuning uchun ham demak, diqqatli bo'lib, analiz qilayotgan vaqtingizda bu narsaga diqqat bilan qarashingiz kerak. Tushunyapsan? Oltida demak analiz ketadi. Tepada har bitta yechgan poringizni demak diqqat bilan analiz qilib chiqishingiz kerak bo'ladi va bu ham bizada judayam o'ringa ega bo'lgan, ahamiyatli bo'lgan qism. Chunki analiz qilganda endi ko'pchilik joyda balki eshitgandirsizlar, analiz qilganingda to'g'ri javobni ham, xato javobni ham analiz qil deyishadi. Nima uchun to'g'ri javobni ham, xato javobni ham analiz qilish kerak? Ba'zi bir holatda qaysidir javobni siz taxmin qilib belgilab olgan bo'lasiz, lekin o'sha to'g'ri chiqib qoladi. O'shanaqa vaqtdan demak, ertaga o'shanaqa vaqt baribir bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham to'g'ri javobni ham, xato javobni ham baribir diqqat bilan analiz qilishingiz kerak. Men bu yerga mana buni demak qaragandim. Haqiqatdan shu yer juda ahamiyatga ega joy ekan. Shuning uchun bu true bo'ldi. Shuning uchun men buni to'g'ri yechibman. Mana bu yerda esa men bu yerga adashganman, lekin variantim o'zida noto'g'ri bo'lib ketdi. Demak, bizada demak bu 2 barobar noto'g'ri bo'lib qolgan shakli bo'ldi degan fikrni bildiradi. Shuning uchun tahlil qilayotgan vaqtimizda bu narsaga albatta e'tiborli bo'lishimiz, analizni o'rinli tarzda qilishimiz lozim. Tushunyapsan? Yaxshi. Demak, analiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, nima qilish kerak, qanday qilish kerak, bu narsaga katta ehtimol bilan tushuna olgan bo'lsangiz yaxshi. Demak, ketdik. Analiz qilindi, xatolar demak olindi. Endi sizlarga bitta qo'shimcha maslahat. Reading ichida chiqadigan yangi so'zlar bo'ladi. Doim siz ko'pincha readinglarda ko'radigan so'zlar. Demak, o'sha readingiz ichida top 5 ta so'zni yozib oling. Demak, top 5 ta sizga yangi chiqqan demak so'zni yozib olishingizni tavsiya qilaman, chunki readingda o'zingizga ham ko'p sessiyalar kerak. Readingda yaxshi baho olishimiz uchun bizani demak har doim mana shu yerda diqqat bilan qarab, tahlil qilib o'tadigan qismlarimiz o'z o'rniga, e'tiborga ega bo'lgan joylari bo'ladi. Shuning uchun ham practice'larni o'rinli tarzda olib ketsangiz, rivojlantirib to'g'ri boradigan bo'lsangiz, demak bu yerda bu natijalarni qo'lga kiritishingiz yanada oson, yanada ahamiyatli tarzda kechadi. Tushunyapsan? Shuning uchun bu narsaga diqqatli bo'lib qaragan yaxshi. Demak, 6 da boshlanadigan bo'lsa, analiz va demak o'sha chiqadigan 5 ta top 5 ta so'zni diqqat bilan ko'rib chiqasiz. Bu orqali siz variantlaringizni ko'rib, demak ularni ifodalab o'tishingiz yanada osonroq va yanada ahamiyatliroq tarzda bo'ladi. Va qo'shimchasiga 5 ta so'z nimaga yozishingiz kerak? Demak, bu lug'at qilib yodlaysiz. Qachon yodlanishini aytaman. Bitta bloknot daftar tutasizda, o'sha 5 ta so'zni yozib olasiz. Demak, 6 gacha bo'lgan vaqtimizda 6 dan taxminan 6:30 gacha bo'lgan yarim soatingizni shunga demak sarflaysiz. Okay. Demak, qarabsizki soat 6:30 bo'lyapti. Demak, aynan bu vaqtda nima bilan shug'ullanish kerak? 6:30 bo'lgandan keyin sizlarga beradigan eng katta maslahatim bu, demak, o'sha tepada yechgan o'sha part 4 yoki part 5 ma qaysi partingiz bo'lsa ham, xuddi o'sha partni nuqtasidan virgulgacha mana bu analiz qilgan vaqtingizda shunday bir qo'shimcha qilib aytib ketay. Mana shu analiz qilib bo'lganingizdan keyin 5 ta so'z, 5 ta o'sha chiqadigan yangi so'zni topayotgan vaqtingizda tepadagi readingni hech qanaqa savol-savollarga e'tibor bermasdan analiz qilib bo'lgandan keyin yaxshilab tahlil qilib ketish kerak. Yaxshilab tahlil qilib, demak ko'rib ketiladigan bo'lsa, bu yerda ularning ma'nosini, mantig'ini yanada yaxshiroq tarzda tushunishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham bu narsani sizga maslahat beraman. Tahlil qilishingiz uchun, demak, yetishingiz uchun eng yaxshi bo'lgan usullardan biri hisoblanadi. Practice qilish niyati bor bo'lgan o'quvchi har doim natijani o'sha yaxshisini olish uchun o'sha readingni baribir nima uchun adashganligini bilish uchun ham har bitta virgulgacha tushunishga harakat qiladi. Ko'pchilik o'quvchilarda xuddi shunaqa, o'sha virgulgacha tushunishga harakat qiladi. Va xuddi shunaqa tarzda siz uni yaxshilab e'tibor berib yechadigan bo'lsangiz, bu sizni natijalaringiz uchun juda ham katta imkoniyatlar taqdim etadigan qism bo'lib xizmat qilar ekan. Shuning uchun ham buni sizga barchangizga yechish uchun, tahlil qilish uchun maslahat beraman. Demak, aynan analiz bilan mana shunaqa holatlarda ko'pincha artikl qilib hammasini o'qib chiqardim va shu ham menga natijam ko'tarilishiga, yaxshi natijalar olishimga juda ham yaxshi foyda bergan. Va sizga ham 100% tavsiya qilaman. Xo'p, bulardan tashqari
yana nimalarga demak e'tibor bergan, yana nimalarni diqqat bilan o'sha ko'rib, tahlil qilib chiqqan yaxshi. Endi shu haqida bir gaplashaylik. Xo'p, 6:30da endi sizni vaqtingiz bo'ladi. Endi sekingina bitta writing olish kerak. Bitta writing mavzusini olib, bitta writing bo'yicha sizga maslahatim, uncha ko'p vaqtingizni ham talab qilmaydi. Demak, agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, demak, writing bo'yicha bitta task 2 yozib yorish kerak. Chunki ideyalar o'sha vaqtida juda ham zo'r kela boshlaydi. Ideyalarning ko'pchiligi yangi ideyalar bo'ladi. Shuni hisobiga demak yutishingiz, ularni demak yaxshi tarzda ifodalashingiz imkoniyatingiz kattaroq bo'ladi. Shuning uchun ham demak bunaqa vaqtda 6:30da demak siz writing task tushini diqqat bilan ko'rib chiqishingiz va bu yerdagi o'sha writinglarning hammasini diqqat bilan tahlil qilib o'tishingiz kerak. Shunda demak mana shu yerda bu bizga aynan foyda beradigan, imkoniyatlarimizni kengaytiradigan yana bir ahamiyatli tomonlardan biri bo'lib xizmat qilar ekan. Shuning uchun ham bu narsa yodingizda qolsin. Bitta writing task yozib yuboramiz. Undan avval esa writingning mavzusini olinglar. Agar ideya topolmasanglar 10 daqiqa research qilinglar. Demak, writing mavzusini olamizda plus bunga 10 minut research qilamiz. Demak, research qilish degani yaxshi ideyalar chiqishi uchun internetda axtarish. Masalan, siz faqatgina ChatGPTdan ideya ber degandan ko'ra, Google'ga agar o'sha mavzuni kiritadigan bo'lsangiz, Google'dan sizga o'sha mavzuda haddan tashqari ko'p va ajoyib bo'lgan maqolalarni chiqarib beradi. O'sha maqolalarni o'qib, ichida o'zingizga yoqqan joylarni, bemalol o'sha yozib yoritib bera olaman degan joylaringizni yozib, ularni ham demak yozib ifodalab ketadigan bo'lsangiz, bunda yana foydali jihati oshadida. Demak, 10 ta o'sha research qilib 10 minut davomida internetdan yaxshi ideyalarni olish kerak-da, keyin writing testini yozishni boshlash kerak. Endi hozirdan o'zingizga o'sha vaqtga qo'ymang-yu, lekin challenge qilishni boshlashingiz kerak. Masalan, deylik, o'zingizga vaqt olasiz. Deylik, masalan, birinchi bo'lib 1 soat ichida testni yozish. Ertasi kuni deylik 45 yoki 55 minut ichida writing yozish. Uchinchi kuni demak 45 minut ichida, keyin demak 40 minut, keyin 35, keyin 30, xuddi shunaqa tarzda sekingina 20 daqiqa ichida agar tasni yozadigan darajaga o'tsangiz, bu sizga zo'r yordam beradi. Chunki boshidan siz birdaniga bo'ldi, imtihonda mana bunaqa bo'ladi, hozirdan shunga o'rganishim kerak deb o'zingizga kam vaqt bermang. O'zingizga boshda ko'proq berib, keyin oxiriga kamaytirib borish kerak. Demak, bu narsa sizni test kutuvida yoza olish, tez yozish qobiliyatingizni ancha oshiradi. Ideyalarni research qilganingiz hisobiga, ideyalaringiz ko'p bo'lgani uchun ham bemalol uni yoritib yozib bera olasiz. Tushunyapsizmi? Yozib bo'lganingizdan keyin o'rtacha bunga researchingiz bilan birgalikda demak 6:30da boshlasangiz, 10 minut research uchun bo'lsa, deyarli 7 Xo'p, 30 daqiqa yozsangiz ham writingni yoki 40 daqiqami? Mayli, 1 soat deylik. 1 soat yozadigan bo'lsangiz, 1 soatda 10 minut bo'lyapti va sizda demak 6:40 bo'lsa, 7:40 bo'ladi o soat. Demak, 7:40 da oxirgi iloji boricha oxirgi 10 minutida yoki oxirgi 5 minutida sizlarga maslahatim, yozib chiqqan har bitta narsalaringizni to'g'ri yozdingizmi, adashib ketmadingizmi, o'shalarni bir imlolarini tekshirib chiqing. Bu ham sizga zo'r yordam beradi. Keyingi qiladigan ishimiz writingni yozib oldik. 10 minut research qilindi. Demak, writingingiz umuman olganda tayyor. Demak, biz proofread qilamiz buni. Demak, endi o'zingiz bir boshdan qarab chiqasiz. Agarda shu writingni o'zingiz yozgan, o'zingiz tekshirganingizda necha ball qo'ygan bo'lardingiz mana. Demak, har doim shu narsaga men vaqt ketkazishni o'quvchilarga tavsiya qilaman. Keyingi 20 daqiqa, mayli, uzoq bilan 20 daqiqa vaqtingizni siz mana shu yozgan writingimda, masalan, men bu yerda oddiygina past simple zamonni berib qo'yibman. Balki shuni perfect qilish imkoniyati bordir. Balki mana bu yerga oddiygina zamon qilib qo'yganman. Balki shuni past perfectga o'tkazish imkoniyati bordir. Bu yerda masalan ifli gapni noto'g'ri ishlatib qo'yibman. O'rnini almashtirib qiyinroq qilib qo'llasamchi, mana bu gapni inversiya qilib ko'rsamchi, tushunyapsiz? Hamma narsani qilib ko'rish kerak. Masalan, men bu yerda yozilgan gapimni qaysi so'zni almashtirish bilan qiyinroq gap hosil qila olaman. Agarda xuddi shunaqa tarzda siz olib boradigan bo'lsangiz, proofread qilish xuddi shunaqa bir tushunchani anglatadi. 7:40 dan boshlab o'sha proofread qilish kerak. Demak, imlo jihatdan xatolarim yo'qmi? Yozgan gaplarimni, yozgan qismlarimni yana qanaqa qilib men demak kuchaytirsam bo'ladi, qayerni almashtirsam bo'ladi?
Tushunyapsan? Bu tarafda ham bizga zo'r aynan foydalar olishingiz mumkin. Hozir ovoz bilan bog'liq muammolar yo'q. Demak, ovoz bilan bog'liq muammo bo'layotgan bo'lsa, bir chiqib qayta kirishingizni maslahat beraman. Masalan, men bu yerga help degan so'z yozibman. Uni o'rniga masalan assist deb yozsam bo'lardi-ku. Men bu yerga useful deb yozibman. Men bu yerda beneficial desam bo'lardi-ku. Men bu yerda ko'p marta university degan so'zni ishlatib qo'yibman. Uni o'rniga boshqa paraphrase qilib boshqa so'zni bersam-chi, masalan. Tushunyapsan? Learn degan so'zni yoki people degan so'zni ko'p berib yuboribman. Uni o'rniga boshqa narsa bersam-chi. Siz mana shu o'ylab chiqishingiz kerak-da. Qaysidir vaqtda masalan odam bilmaydiki, tushunmay qoladi. Yonma-yon qaysidir ikkita bir-biriga o'xshaydigan so'zni yozib qo'yamizda. O'shanaqa holatda qaytarilib qolmabdimikan, to'g'ri yozibsizmikan, o'sha joylarni diqqat bilan qarab tekshirib chiqadigan bo'lsangiz, bu sizni variantlaringiz, fikrlaringiz o'rinli va yaxshi chiqishi uchun ularni biz demak to'g'ri tarzda ifodalashimiz uchun xizmat qiladigan yaxshigina bir strategiyalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun tahlil qilayotgan vaqtingizda diqqatli bo'lib, ko'proq practice qilib, demak uni ustida ishlashga iloji boricha maksimalniy harakat qilishingiz lozim. Agarda xuddi shunaqa tarzda practice qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa tarzda natija qiladigan bo'lsangiz, yechadigan bo'lsangiz, demak oladigan natijalar albatta yuqori darajada bo'laveradi. Shuning uchun bu narsa albatta yodingizda yaxshi saqlanib qolinishligi lozim. Demak, savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Shu yergacha bo'lgan qismida kimda qanday savol bor? Okay, yaxshi. Xo'p, davom etamiz bo'lmasak. Demak, keyingi qismda 7:40 bo'ldi o'zi. Demak, yoz bo'lgunicha soat 8 demak bo'ladi. O'sha soat 8dan keyin hamma o'qishga, ishga ketadi yoki endi uy ishlari qilishingiz mumkin. Keyingi demak bizda qilinadigan vaqt obedda bo'ladi. Obedda ko'pchilik bo'sh bo'ladi. Endi hamma ham emas, lekin ko'pchilik. Yoki obedda endi kun bo'yi qilsangiz ham bo'ladi-yu, lekin qo'shimcha tarzda yoki kechqurun ko'pchilik mana bo'sh bo'ladi. Deylik soat 8dan keyin, soat 9da deylik, soat 9dan boshlab 21:00 dan boshlab ko'pchilik bo'sh bo'ladi. Mana shu 21:00 dan boshlab sizlarga qiladigan, qilishingiz kerak bo'lgan ishinglarni hozir bir boshdan yozib beraman. Demak, 9 bo'ldi soat. Birinchi bo'lib soat 8da demak, multi-level zona darslariga kiringlar. Demak, soat 20:00da mana biz demak kanalda bilasiz, har kuni jonli bepul dars o'tamiz va bepul darslarimiz ham hech qanaqa bir pulli darslardan kam o'tib berilmaydi. Demak, soat 8da demak multi-level zonadagi demak bepul darsga kiring. Sizdan hech narsa ketmaydi, hech qanaqa pul talab qilmaymiz. Bemalol kirib o'rganaverishingiz bo'ladi. Demak, soat 9da esa sizlarga beradigan maslahatim, demak darsimiz tugagan bo'ladi. Sizga beradigan maslahatim, demak nima bo'ladi? Kun bo'yi mana bu yerda masalan biz 5 ta so'z yodladik. Podkastlarimizdan chiqqan yangi so'zlarni, readingimizdan chiqqan yangi so'zlarni va research qilgan yangi so'zlarimizni hammasini olib, proofread qilgandan keyin o'shalarni hammasini kun bo'yi yodlab yurish kerak. Demak, bu vaqtga vocabularyga ketadi. Endi bunga aniq vaqt yo'q. Kun bo'yi siz ishda bo'lsangiz ham, o'qishda bo'lsangiz ham vocabularingizni yozib olib, kun bo'yi gap tuzib yuradigan bo'lsangiz, u narsa sizning yaxshigina yodingizda qoladi. Vocabularyni bir kunda 200 mingta vocabulary yodlashni tavsiya qilmayman. Demak, 200 mingta vocabulary yodlash yaxshi emas. Uni o'rniga esa sizga eng katta beradigan maslahatlarimdan biri
agarda endi bo'ladigan bo'lsa, demak vocabulary agar yodlamoqchi bo'lsangiz, yodlaydigan bo'lsangiz, demak nima bo'ladi? Demak vocabulary yodlang, kuni bo'yi gap tuzib yuring. Agar yodlaydigan bo'lsangiz ham minimal 5 ta, uzog'i bilan 10 ta yodlashingizni tavsiya qilaman. Chunki 200 mingta yodlaganingiz bilan agarda uni ertaga ishlatmasangiz, uni bir tiyinlik foydasi yo'q. Bekorga yodlash uchun ketkazgan vaqtingiz qoladi. Undan ko'ra yaxshi ishlatadigan, ertaga sizga yaxshi foyda beradiganini yodlash kerak. O'sha bo'yicha tahlil qilish kerak bo'ldi. Ortiqchasi kerak emas, ortiqchasi tavsiya qilinmaydi. Tushunarli? Bu narsa yodimizda yaxshi qolishi kerak. Kamroq bo'lsa ham xuddi shunaqa tarzda tayyorgarlik qilishingiz kerak. Hozir manbalar va podkastlarni qayerdan olish kerakligini ham aytaman. Tak, multi-level zone darslariga kiramiz. Demak, darslar tugagandan keyin, demak, sizlarga birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa listening bo'yicha bitta mockcha yechib olamiz. Demak, listening bitta mock yechamiz. Demak, listening bitta mock yechasizlar, o'zi uncha qiyin bo'lmaydi. Demak, listening mock'i unchalik qiyin bo'lmaydi. Men bu yerda masalan 5,5 da yechadiganingizda haftada bir kun eng qiynalgan partingizni haftada bir kun polniy mock qilib yechishingiz ham bo'ladi. Ya'ni bunaqa usulda tayyorgarlik qilsa ham bo'ladi. Yaxshi chiqayotgan narsani qayta-qayta qilavergandan ko'ra yomon chiqayotgan ustida ham ishlaysiz. Demak, listening mock ishlang yoki xuddi boya mana readingda aytganimdek eng qiynaladigan demak partingizni ishlasangiz bo'ladi. Bitta part qilib yechishingiz ham bo'ladi. Demak, listeningdagi bitta o'zingizni o'sha mock qilib yeching va weak part bo'ladi baribir. Qanaqadir o'sha o'zingizda baland chiqmaydigan, har doim pasaytirib qo'yadigan part, qaysidir har doim yaxshi chiqmaydi. O'shani yeching. Masalan, deylik, part speakerlarga ko'pchilik adashadi. O'shani o'tirib yechingda tahlil qiling. Nima uchun menda ko'p xato chiqyapti? Bir marta emasda yaxshilab demak yeching, tahlil qilingda, nimaga xato bo'lganini biling va o'sha mockni ikkinchi marta yana bir marta yechib ko'rish kerak. Yana bir marta yechib ko'ring. Keyin o'sha mockda yana boshqadan, demak, yangi mock olib, keyin xuddi o'sha parsrisni yangi mockdan yana boshqadan yechib ko'rish kerak. Qani o'sish bo'lyaptimi? Shu orqali ham juda ham yaxshi natijalarni egallasa bo'ladi. Siz yaxshi narsani yana yaxshilashtirish o'rniga o'zingiz yomon ko'radigan partlarning ustida ko'proq ishlaysiz. Shuning uchun ham demak bu bizga foyda beradigan demak jihatlardan biri bo'lar ekan. Xo'p, tushunarli bo'ldi? Okay. Demak, listening yechdik. O'zimiz qiynaladigan partni yechsak ham bo'ladi. Demak, bizga qarabsizki, soat 9:10 bo'lib qoladi. Demak, unda nima qilish kerak? Unda video dars ko'rdingiz, listening mock qildingiz. Demak, sizlarga beradigan maslahatim writingni, demak, mana writingni mana demak 6:30 da yozgan kuningiz, bir kuni task 2 yozing, bir kuni task boyaga 1 ni yozing, task 1 bilan 1-2 ni yozish kerak. Demak, bir kundan qilib havasini yozingda 22:00 da endi bo'sh vaqt bo'ladi-ku. 22:00 da sizlarga maslahatim paraphrase qilish texnikalarini o'rganish kerak. Paraphrase qilish texnikalarini. Ko'pchilik paraphrase qilishni bilmaydi yaxshi. Ko'pchilik paraphrase qila olmaydi. Imtihonda paraphrase qilish juda kerak. Faqat introductionda emas. Siz demak so'z takroridan foydalanmasligingiz uchun paraphrase ustida ishlang. Agar paraphrase usullaringiz yaxshi bo'lsa, grammar bo'yicha ishlashingizni maslahat beraman. Grammatikada advanced grammarlar bor. Yozilgan writinglarni, essaylar bo'ladi-ku, o'sha essay endi tushmasa ham, lekin ichida zo'r ishlatilgan grammatikalar bor-da. Essaylarning ichidan grammatikalarni olingda, essaylarning ichida kerakli zo'r bo'lgan grammatik jihatlarni yaxshilab qarab ketib tahlil qilingda. Keyin sizga maslahatim, o'sha daily planner orqali bunga siz yanada zo'r natijalarni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Shuning uchun bunga aynan tayyorgarlik qilishni sizga 100% tavsiya qilgan bo'lardim. Demak, grammatika bilan shug'ullaning yoki o'zingizga bir 4 ta 5 ta gap qo'yingda o'shani paraphrase qiling. Agar paraphraseingiz yaxshi bo'lsa, paraphrase bilan, grammatikangiz yaxshi bo'lmasa, grammatika bilan shug'ullanish kerak-da, gap tuzish kerak. Masalan, men bu yerga mana bunaqa gap bor, buni qanaqa qilib hozir o'rgangan grammatikamga qo'ysam bo'ladi.
Keyin sizlarga maslahatim, ertalab o'rgandik-ku 10 ta so'z. Kuni bo'yi takrorlab ham yurdik. Endi o'sha grammatikangizga vokabularni qo'shib olish kerak. Ya'ni qanaqa bo'ladi endi? Tepada o'rgangan grammatikangizga, tepada bugun kun bo'yi o'rgangan 10 ta so'zingizga, 10 ta so'z yodladingiz-ku o'sha so'zni, bugungi o'rgangan grammatika turingizga, masalan, bugun siz if'li conditionaldan 3-sini yodladingiz. O'sha 3-chi, o'sha third conditionalni hammasiga, demak, ertalab o'rgangan 10 ta so'zingizni qatnashtirib gap tuzing. Ana yutasiz. Demak, bir o'q bilan ikkita quyoqni urasiz. Shuning uchun buni qilishni ham ko'pchilik uchun tavsiya beraman. Agarda siz balingiz hali yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, demak, tayyorgarlik qilishingiz uchun, yetishingiz uchun, demak, ifodalash uchun juda ham yaxshi imkoniyat. Kunni oxirida, demak, kunni oxiri tugayotgan vaqtda 22:00 dan, demak, o'sha vaqt sal bo'ladi, parafraze qilishingiz orqali, demak, uzoq bilan, demak, 8 dan boshlab 9 da tugasa dars, 9 dan listening bo'lsa 10 ga tugaydi. Undan parafraze grammatika bo'ladigan bo'lsa, unga ham uzoq bilan 1 soat ketadigan bo'lsa, o'zi vaqtingiz 23:00 bo'lar ekan. 23:00. Keyin iloji boricha 30 daqiqa davomida 30 minutgina, demak, sizga maslahatim, demak, buni ham qiladigan bo'lsangiz, lekin zo'r. Juda 30 minut ham emas, taxminan bir 6 minutda bitta 6 minute English podcastni eshitib olish kerak. 6 minute English podcastni eshitadigan bo'lsanglar, buni zo'r tarafi oxirida zo'r o'z vokabularni ham tushuntirib beradi, ma'nolarini tushuntirib beradi. Faqatgina gapirmaydi-da. Oxirida sizga juda ham yaxshi o'zi holatda vokabularni tushuntirib beradi. Shu uchun ham menga juda yoqadi bu. Sizga maslahat beraman, agarda yaxshi natija olish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, qilishni, bir sinab ko'rishni maslahat bergan bo'lar edim. Tushunyapsiz? Demak, 6 minutli shu podkast, 6 minute English podkastlarini ko'rib chiqasizda, bittagina eshitib, o'shani eshitib keyin uxlaversangiz bo'ladi. Shu bilan birgalikda bir kuningiz o'z nihoyasiga yetadi va siz qarabsizki, hamma narsaga tayyorgarlik qilgan bo'lasiz. Endi speakingga qachon tayyorgarlik qilish kerak? Speakingga sizga beradigan maslahatim, agarda siz speaking uchun ham yaxshi o'rinli tayyorgarlik olib borishni xohlasangiz, speakingni iloji boricha obeddan keyin qilish kerak. Yoki ertalab qilsangiz ham bo'ladi, lekin ertalab ko'pchilikning vaqti bo'lmaydi, shuning uchun ham kechqurun qilishni, demak, yoki hamma, demak, masalan, hech kim yoningizda yo'q payt, tinch paytda siz uchun qaysi payt tinch bo'lsa, o'sha vaqtda qilishni speakingga maslahat beraman. Bu ko'pincha obeddan keyingi 2 edi men imtihonga tayyorlangan paytim. 2-3larda ko'pincha mazza qilib tayyorlanardim. Endi siz uchun sal boshqacha bo'lishi mumkin. Demak, endi bu narsa o'zingizga ham bog'liq. Lekin sizga maslahatim, yoki ertalab, mana podkastni eshitib bo'lgandan keyin, demak, nuqta qo'yib o'sha o'chirib qo'yish kerak edi. O'sha podkastni o'zingiz gapirib bering. Shunaqa zo'r foyda olasiz. O'sha eshitgan podkastingizni o'zingiz gapirib bering. Nimalar deyapti, qanaqa fikrlar aytyapti, eshitib o'sha orqasidan gapirib berganingiz hisobiga uni siz yanada yaxshi tushuna boshlaysiz. Shu sababdan buni topishingiz, o'rganishingiz va bir-biridan ajratishingiz ham imkoniyat orqali sizga juda ham yaxshi imkoniyatlar taqdim etadi. Osonroq va tezroq javob chiqara boshlaysiz. Demak, tushunyapsiz? Speakingda faqatgina sifr farqlariga gapirib o'tirmasdan, demak, o'zingizga eshitgan podkastingizdan xulosalaringizni aytib bering. Yoki kun bo'yi mana o'zingiz artikellar, readinglar o'qiysiz-ku, o'shalarda kun bo'yi nima qilganligingizni o'zingizga aytib bering. Shu orqali ham juda zo'r narsalar qilsa bo'ladi. Yodingizda ham juda yaxshi qoladi. Speaking o'zini partlariga tayyorgarlikni men ko'pincha obeddan keyingi o'sha aytganimdek soat 14:30 dan boshlardim. Yarim soatgina vaqt o'ldim degan hamma odamda bor-da, yarim soatgina kamida. Demak, 14:30 dan boshlab, demak, 15:30 gacha deylik, yoki uzoq bilan 15:00 gacha 30 minutga bo'lsa ham kamida. At least 30, yes, kamida o'sha 30 minut siz vaqtingizni mana shu yerda bunga sarflashingizni maslahat bergan bo'lar edim. Gapirasiz, demak, o'zingizga va o'sha partni orqasida o'sha, demak, nima deyapti, qanaqa fikr beryapti, bildingiz-ku, qaysi part ekanligini. Endi 1:30 dan boshlab sifr o'zi partlariga speaking o'sha formati bor-ku, formati bo'yicha tayyorgarlik qilish kerak. Part bir-biri savolini olasiz, bitta o'zingizga full maqolasida bir-biri savolini olasiz. Demak, bir-biri savolini olib, tahlil qilasizda, birinchi hech narsa bilan tayyorgarliksiz gapirib ko'rasiz.
hech narsasiz, tayyorgarliksiz gapirib ko'rasiz. Tushunyapsizmi? Hech narsasiz, tayyorgarliksiz. Endi keyin ko'nglingiz to'lmaydi baribir. Xuddi o'sha mavzuga endi salgina idea olib, tayyorgarlik bilan gapirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Keyin demak qanchalik o'rtasida o'sha o'zgarish bo'lganligini bilasiz. O'zingizga bitta yopiq kanalcha yoki guruhcha ochib oling. Bu ham sizga zo'r natija beradi. Tushunyapsiz? Demak, bu ham sizga zo'r natija beradi. Shuning uchun ham bunga aynan o'sha rivojlantirib qarab ketiladigan bo'lsa, demak, bu yerda siz yaxshi eng o'zi ajoyib natijalarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Tahlillaringiz zo'r ketadi. Speakingni mana shu formatiga ham yaxshi tayyorgarlik qilsa bo'ladi. Tushunyapsiz? 14:30 speakinggi formatiga tayyorgarlik qilasiz va bitta speechga birinchi tayyorgarliksiz, keyin tayyorgarlik bilan gapirib ko'rasiz. Keyin bittasini olasiz, tayyorgarliksiz, tayyorgarlik bilan gapirib ko'rasiz. Shunaqa aynan tayyorgarlik orqali, shunaqa praktiklar orqali ham yaxshi natijalarni bemalol qo'lga kiritsa bo'ladi. Barchangizga tavsiya qilamanki, demak, xuddi shunaqa tarzda, xuddi shunaqa usulda tayyorgarlik qilib bir praktik qilib chiqishni. Demak, yaxshi tayyorgarlik qiladigan bo'lsangiz, bu sizni natijalaringiz yaxshilanishiga, demak, keyinchalik aynan yaxshi natijalarni qo'lga kiritishingizga yordam beradigan, xizmat qiladigan usullardan biri hisoblanadi. Shuning uchun yodingizda, barchangizni yodingizda bu narsa to'liq saqlanib qolsin. Tushunarli? Okay, yaxshi. Speakingni men ko'pincha shunaqa qilardimda. Birinchi o'zim gapirib ko'rardim. Chunki faqatgina nimadirga tayanib gapiradigan bo'lib qolmay, o'zimni ustimda ham ishlay, ideyalarim bo'lsin. Ertaga imtihonga kirgan paytim men hali tayyorlanmagan mavzu tushadigan bo'lsa ham fikrlay oladigan darajada bo'ladi. Speakingni men ko'pincha shunaqa qilardim. Birinchi hech qanaqa tayyorgarliksiz, keyin juda ham ideya kelmasa, internetdan bir ikkita ideya olib, tayyorgarlik bilan gapirib ko'rardim. O'rtasiga farqni o'zingiz ko'rasiz. Ikkala tarafdan bitta mavzuga 2 marta tayyorlanganingiz hisobiga ideyalar yodingizda yaxshigina qolib ketadi. Ertaga imtihondan bemalol ularni yodingizda saqlab, xuddi o'sha ideyalarni bera olsangiz bo'ladi. Bera olasiz. Tushunyapsiz? Bu tarafdan yutasiz. Bir ikkida ham shunaqa qilardim. Kun bo'yi o'zimga bitta mavzu cho'llardim-da, o'sha ertalab darslarimni qilib bo'lgandan keyin o'qishga yoki ishga ketishdan oldin masalan, bugun environment degan mavzu olaman. O'sha environment degan mavzuga kun bo'yi gapirib yurardim. Qanaqa miyamga idea kelsa, o'sha environment degan mavzuga gapirib yurardim. Qanaqa demak bo'lishi mumkin bo'lgan savollar bo'lsa, hammasiga bir boshdan ko'rib chiqib, tahlil qilib, qarab, demak, o'tardim va bu narsa menga juda ham katta, juda ham zo'r yordam bergan. Natijangizni ham zo'r oshirib beradi. Shuning uchun hammangizga buni 100% oshirishni, qilishni tavsiya beraman. Agarda siz ham xuddi shunday tahlil qiladigan bo'lsangiz, practice qiladigan bo'lsangiz, albatta natija olishingizga bu yordam beradigan strategiya bo'lar ekan. Tushunarli? Yaxshi. Savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Kimda qanday tushunarsiz yoki demak tushunmovchilik bo'lgan savollar bor. Kommentariy qismida bemalol yozib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, nima qolib ketdi? Essential bo'lgan lug'atlarni tashlang debdilar. Yaxshi. Essential lug'atlar deganda boyaga aytdim-ku, reading listeninglaringizdan chiqqan yangi so'zlarni va keyin 5 ta o'sha topic vocab yodlasangiz ham bo'ladi. Bu ham yaxshi foydali jihatlardan biri.
Yoz hammasini keyin skrinshot qilib kanalga tashlab qo'yamiz. Rayting yaxshi emaslik uchun manda debdilar. Ko'proq yozing, o'sha ertalab ayniqsa zo'r foydasi tegadi. Rekording berasizmi? Albatta. Speakingim yaxshi edi, lekin kompyuterdaligi sal hayajon bo'ldi. Odam bilan speaking qilsam unaqa bo'lmaydi. Nabarot emasmi? Hop, linklarni bermoqchi edingiz kanallar va podkast uchun. Hop, podkast uchun maslahat beradiganim, internetdan olinglar. Demak, 6 Minute English podkastlari bor. 6 Minute English. Buni Telegramda yozsanglar ham chiqadi. Keyin nimada yozsanglar ham chiqadi. Nima edi? Telegramda ham, keyin YouTube'da ham chiqadi. Keyin prilojeniyasi ham bor, usti qizil. 6 Minute English degan podkast. Maslahat beraman. Hop, readingdan ko'proq bilmagan so'zlar chiqsa nima qilaylik? 40 yoki 50 tala chiqsa. Men bilasizmi nima qilardim? Agar hozir imkon bo'lsa ko'rsardim ham. To'g'risi, men masalan deylik IELTSga, TOEFLga, o'sha part 4, part 5larga juda bilmaydigan so'zim ko'p chiqsa ham, erinmasdan yechib bo'lgandan keyin hammasini lug'atdan ko'rib chiqib, tagiga chizib chiqardimda, ruchka bilan yozib chiqardim mayda qilib. Reading shunaqa bir atrofiga so'z yozilgan bo'lib ketardi, lekin 2-3 marta emasda men bir oyla shunaqa qildim. Bir oy emas, endi sizlar qiladigan bo'lsanglar, masalan, bu sizga zo'r yordam beradi. Sizlar hozir har kuni chunki ingliz tili bilan shug'ullanish imkoniyatingiz bor. Uzoq bilan 2-3 hafta xuddi shunaqa tarzda qilsanglar, tez orada readingingizni zo'r so'zlarni o'zi birdan biladigan bo'lasiz. O'sha tagiga chizib chiqadigan so'zlaringiz soni o'zidan o'zi kamayishni boshlaydi. Sekin sezasiz o'sha paytda. Listeningni oshirish uchun nima qilish kerak? Qancha podkast eshitsam ham bo'lmayapti debdilar. O'zingizga mos darajadagi podkast eshitishga harakat qiling. O'zingizning darajangizga mos bo'lsin, o'shani eshitib tahlil qiling. Keyin o'zingizning darajangizga mos bo'lganda tushunishga ham albatta yordam beradi. Tushunmasangiz qayta eshiting. Demak, to'xtatingda ikkita gap aytgandan to'xtatib yana qayta eshiting. Yana 3-4 ta gap aytgandan keyin yana orqaga qaytarib yana qayta eshiting. Polni tushunmagunizcha qayta eshitirish kerak. Paraphrase o'rgating debdilar. Sinonimlar bilan paraphrase qilsa bo'ladi. Xo'p, gaplarni o'rnini almashtirib paraphrase qilsa bo'ladi. Otni fe'l qilib, fe'lni ot qilib paraphrase qilsa bo'ladi. Masalan, shaklini almashtirib. Paraphrase qilishning 10 ga yaqin usullari borda. Yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Paraphrase qilish bo'yicha kanalda bitta kitob tashlaganmiz. O'sha kanalni paraphrase deb qidirsanglar chiqadi. Mana BBC nimasini topdilar. Yes, mana shu BBCning shu nimasi kanal bor. Shu bo'yicha demak ko'rib ketsa shunchalik yaxshi. Bir kunda eng ko'pida qancha vaqt dars qilish kerak dekabrda topshiradiganlar uchun. Okay, kelinglar shuni haqida gaplashaylik. Bir kunda minimal demak bir kunda minimal 3 soat dars qilishingizni maslahat beraman. Bir kunida minimal 3 soat, demak maksimum olib qaraydigan bo'lsak, demak maksimum 7-8 soat dars qiladigan bo'lsangiz, siz vashi zo'r darajaga erishsangiz bo'ladi. 7-8 soat maksimum. Minimal 3 soat dars qilish kerak. O'zingizni qancha ko'p ingliz tili bilan o'rasangiz, shuncha zo'rda. Readingni qanday rivojlantirsa bo'ladi debdilar. Readingni aynan qaysi parti? Masalan, qaysi partlarni oson yechasizmi yoki har doim o'z readingingiz pastmi? Masalan, juda past bo'ladigan bo'lsa, umuman o'zi ko'tara olmayotgan bo'lsangiz, demak, qanaqa bir tayyorgarlik bilan oshirsa, qanaqa bir tayyorgarliklarni demak olib boradigan bo'lsa bo'ladi. Xo'sh. Demak, minimum 3, maksimum 7-8 soat. Readingni oshirish uchun artikelni eshitinglar. Artikel iloji boricha noyabr ekzameni haqida ma'lumot bera olasizmi? Oddiy har doimgidek noyabr ekzameni ya'ni nimasi haqida har doimgidek bo'ladi.
Levelga mos podkast qanday topsa bo'ladi? Hop, sizlarga maslahatim, agar darajangiz uncha zo'r bo'lmayotgan bo'lsa, ya'ni hali pastroq bo'lsa, Elephant English degan podkast bor YouTube'da. O'sha fil degan so'z bor, Elephant English. O'shani eshitib ko'ring. Agar qiynalmasangiz, keyin sizga maslahatim, nimani eshitib ko'ring? 6 Minute English podkastini eshitib ko'ring. Umuman tushunmayapsizmi gapiga, demak u siz uchun emas. Lekin Elephant English podkastiga tushunmayapsizmi? Yo'q. Demak o'zingizni qiynab bo'lsa ham o'shani eshiting. Parsleydan buyog'iga 50% chiqyapti debdilar. Aha, parsleydan keyin o'zi qiyinlashishi aniq, lekin yaxshilab tahlil qilib, ma'nolari bilan tahlil qilib, yaxshilab qarab ketiladigan bo'lsa, demak bu bizga yanada zo'r natijalar olishimizga xizmat qiladi, foydasi tegadi. Shuning uchun ham bunaqa tarzda lekin tayyorgarlik qilgan yaxshi. Ko'proq practice qilinglar, ma'no jihatdan, mazmun jihatdan. Demak, nima qildim, nima qilmasligim kerak edi, e'tiborga olinish kerak bo'lgan jihatlar qaysi, tahlil qilinish kerak bo'lgan jihatlar qaysi. Yaxshilab bir boshdan ko'rib, o'rganib ketadigan bo'lsangiz, bu sizga yanada foyda berishingiz uchun, yanada, demak, yaxshi natijalarga erishish uchun xizmat qiladi. Okay, savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Shu yergacha bo'lgan qismi hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Biroz bo'lsa ham o'rgana olgan bo'lsangiz, demak, ayni mana shu yerda tushuna olgan bo'lsangiz, qayerda bo'ladi, nima bo'ladi, qay tarzda, hammasini o'rganib tushuna olgan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Tahlillarni ko'proq qilib, praktiklarni o'rinli qilib ketaversangiz, nasib bo'lsa zo'r oshadi. Hammanglarga omad nasib bo'lsa, hozirdan boshlanglar. Tayyorgarlik qilishni, vaqtinglarni bekorchi narsalarga sarflamaslikka harakat qiling. Hozir vaqtingizni o'sha qizg'angan bir 2-3 soat yoki 1-2 kuningiz evaziga ertaga yana bir necha yilingizni, oyingizni yutqazib qo'ymaslik uchun ham ko'proq ustida ishlab ketishga harakat qiling, tushunarli? Okay. Bugungi darsimiz sizga qanday foyda berdi? Bugungi darsimizdan qanaqadir bir foyda oldingizmi? Bugungi darsimiz orqali nimalarni o'rgandingiz? Ketkazgan vaqtingizga archinmadingizmi? Nimadir o'rganib oldingizmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar-chi. Bugungi darsimiz qanday bo'ldi? Tak, hozir ungacha man skrinshot qilib tashlab qo'yaman. Sizlar dars haqidagi fikrlarni yozib turinglar. Demak, darsimiz qanaqa bo'ldi? Foyda ola oldingizmi? Darsimizga anchadan beri kirayotgan o'quvchilarimiz bor. Demak, darsimiz haqidagi fikrlaringizni yozib keting. Foyda ola olgan bo'lsangiz, qanaqadir bir demak, imkoniyat taqdim eta olgan bo'lsak, juda ham xursandmiz. Yaxshi. Ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar sizlar ham. Demak, qatnashuv uchun tashakkur. Darslarimiz aynan nima sizga manzur kelyapti, nima joylari yoqmayapti, demak, shular haqida ham yozadigan bo'lsanglar, nasib bo'lsa keyingi safarga yanada yaxshilashga harakat qilamiz. Hammaga qatnashish uchun kattakon rahmat. Demak, planimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, detalniy har bittasini nima qilish kerak, hammasini o'zim aynan C1 70 olishimga yordam bergan strategiyani sizlar bilan bo'lishyapman. Video emas, C1 olishimga yordam bergan. Ya'ni siz ham yaxshi tayyorgarlik qiladigan bo'lsangiz, sizga ham nasib bo'lsa, xuddi shunaqa natijalar uchun xizmat qiladi bu. Demak, aynan plan shunchaki hammasini aytilgan vaqtda chin ko'ngildan ixlos bilan shunchaki yuzaki emas bajaradigan bo'lsangiz, zo'r natijalarni qo'lga kiritasiz. Shuning uchun demak erinmaslikka harakat qiling. Bu bizga demak bizni sizga taqdim etgan planimiz. Foyda ola olgan bo'lsangiz, demak darsimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, vaqtingizni bekordan bekorga o'g'irlamagan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Hammaga kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Nasib bo'lsa keyingi darslarimizda
ko'rishamiz. Plan demak tushunarli bo'lgan bo'lsa, faqat buni shunchaki emas, endi bajarishga ham harakat qilinglar. Endi ko'proq bajarib, tahlillar bilan, demak qoldirmasdan qilinglar. 5 ta turish boshida qiyin bo'lsa ham, lekin keyinchalik zo'r sizlarga yordam beradi. Shuning uchun ham demak foydali bo'ldi degan umiddaman. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz kommentariyada demak darsimizni maqtab tursangiz, men ungacha sizlarga kurslarimiz haqida tushunchalarni bermoqchiman. Xo'p, qadrli o'quvchilar, agarda siz dekabr oyida tayyorgarlik qilib, imtihonga kirib, natija olmoqchi bo'lsangiz, dekabr oyida maksimum sizni tayyorlab, natija oldirib, nasib bo'lsa, o'sha sertifikat bilan chiqarib yuboradigan kursimizga qabul ochib, dekabrda B2C1 olish niyatida bo'lsangiz, sizni Multilevel Zone jamoamiz bilan birgalikda demak tayyorlab beramiz va bu tayyorgarlik davrida siz aynan o'zimda o'qiysiz, bu kurs o'zim o'taman, bemalol qo'shilsanglar bo'ladi. Kursga ro'yxatdan o'tish uchun mana shu ko'k yozuv ustiga bossanglar, admin bilan bog'lanasizlar va admin sizlarga kerakli va ahamiyatli bo'lgan barcha ma'lumotlarni berib o'tadilar. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, biroz bo'lsa ham foydali olgan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Hammanglarga qatnashish uchun kattakon rahmat. Nasib bo'lsa yanada uchrashamiz. Demak, bundan keyingi darslarimizda yana sizlar bilan ko'rishib, natijaga eng yaxshi, eng o'rinli natijalarni olib chiqish nasib qilsin. Bu kursimizni o'qigan hamma o'quvchilarimiz nasib bo'lsa, kursimiz endi boshlanadi. Tugagach, natijalarni sizlarga ham ko'rsatamiz. Salomat bo'ling. Qatnashish uchun tashakkur. Goodbye.